Sizdan gaplashgandimmi? Mana salom. Va alaykum. Necha million so'rayapsiz o'zi? $100. $100? U 100 dan billa qo'shibmi $100? Ya, namuncha u unaqa qimmat turmaydi u. O'zi shunaqa pul turmaydi. Ham 40 talik. Shumaqda olmasangiz o'z bo'lasiz. Ha, bu o'g'irlanmaganmi? Nimadir yozilganmi ham raqamli? Nima deganingiz? Ha, u yerdan o'g'irlab yechib olmadingizmi uni? Yo'q. Veko ekan. Holati yomon emas. Endi ozgina qirilgan ekan, qirilgan joylari bor ekan. Xohlasangiz shuni. Ya kelishtiring buni, bunaqa narx bo'lmaydi. Mana bu yerda ozgina chaqirish qurlari joylari bor ekan. Ozgina urilganmi, tushganmi qo'ldan bu. Yo'q, bo'lmaydi shuni. Kelishtiring, olib keting. $20 beraman agar rozi bo'lsangiz. Yo'q, $100. Yo, men endi shunchalik ovora bo'lib keldim hozir katta mashinada. Senga sal bundoq bering, men olib ketay. Men olib ketishga keldim sizga. Xohlasangiz oling $100 ga. Korobka dokumenti bormi bunda? Korobka dokumentini berasizmi? Berasiz, korobka dokumenti. Korobka dokument bor ekan. Holat ozgina urilgan ekan-a. Holati zo'r. Ishlashlari ham zo'r. Ha, yo'q. Ha, yomon emas ishlar, yaxshi. Menga qimmatli qilyapti. Agar $20 bo'lsa bering, olib ketay. Endi shuncha yo'l bosib o'tganim bekor bo'lmasin shunga. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'l, necha pul realni ayting? $50 bering. Yo, $50 qimmat bunga. Yo'q, bo'lmaydi bo'lmasa. Ha, bo'lmasa bo'lmaydi. O'ylab ko'ring. Yo'q. Yaxshi pul beraman. $50 ham ko'chada yotmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Bunaqa qattiqlik qilmang. Endi shuncha biz keldik masjidga, mashina sotib olishga. Endi siz hozir qattiqlik qilyapsiz, talashyapsiz. Yo'q, bo'lmaydi. Kelishtirsangiz bo'lardi. Yo'q, olsangiz shuni. O'zi $50 tushdimi? Buni tekshirib olsa bo'ladimi? Ma'lum tekshirib olsam. Tekshiring. Endi hozir bundoq tekshirib olsang bering, unga apparatlar kerak. Shuni ulab turib tekshiramiz. Agar ishlasa mayli. $40 beraman. Yo'q, $50. Jamda qattiqlik qilmang endi. $50 tushdimi? Yo'q, siz 50 aytyapsiz, men 40 so'rayapman. Yo'q, $10 o'tib bering. yo'q, bo'lmaydi. Ha, bo'ldi. Baraka, hozir tekshirib olaylik. Xo'p, tekshiring.